Men yana qaytdim. Sizlar bilan men Jack. Bugun sizlar Bombcraft kanalidasiz. Bugun sizlar bilan yangi video. Biz bugun sizlar bilan bir o'zim survival o'ynayman. Maqsad golemlarni yo'q qilish. Bu qishloqning nomini ko'pchilik bilmaydi, shuning uchun ta'kidlab o'taman. Bu qishloqning nomi 455 qishloq. Bu yerda golemlarni ko'pchilik golem bor. Yagona golem shu yerda. Maqsad golemlarni o'ldirish. Biz kuchayib golemlarga qarshi urush qilamiz. Shuning uchun o'yinni boshlaymiz. Yigitlar bizning dushmanimiz. Ular bizga gapirishib qolib o'ldirishlari mumkin. Va biz o'yinni boshladik. Hammaga xayr desam ishonmang. Ketganda sizlarga bu qishloqda 455 biz videoni boshladik. Mana biz akalar kuchayib oldik. Daraxt chopib, qolgan narsa yetib kuchayib oldik. Biz video ko'p bo'lib ketmasligi uchun to'xtatib turdim, kesib tashladim. Shuning uchun biz crafting table olamiz. Hadi yasab olay birinchi bitta kravat, bitta non, cho'p va bitta kit olamiz. Mana bo'ldi. Bizga cho'p ko'proq kerak bo'ladi. To'porali kerakmadi. Crafting table olib beramiz. Endi videoga mana sizlarga yangicha qishloq. Shunday ham qishloq bo'ladimi? Ko'ryapsiz, shunday ham qishloq bo'ladimi? Mana buni qarasangizlar. Shunda uyning yuqorida dehqon bor. Men qurmaganman, o'zi g'alati qishloq juda ham bu. Juda g'alati qishloq. Kim o'ynayapti buni? Mana jidillar o'shashada uyga kirish uchun. Oh, bu yerda qor bor ekan, bizga kerakli. Aynan muddo kerak ekan. Mana biz olib boramiz. Hali golemlarni kurashlar olib berdi. Ular bizga hamla qiladi. Agar biz jidillarga tegmasak, ular ham bizga tegishmaydi. Buni sanab ko'rdim. 3 ta golem chiqdi. Birdan qishloqni o'zim ham bilmadim. Bunaqa 3 ta golem paydo bo'ldi. Bunda chayga bilmayman. Yo'q bu, agar burada yo'q bo'lsa, Nether qurib, Netherga boramiz. Nether portal quramiz. Agar yo'q bo'lsa. Şuradan flint olish kerak. Flint tushim mumkin. Uzoqroq turib flint olamiz shundan shunda. Flintni olamiz. Bunga kerakmi? Flint tushmadi, bizga kerakmadi. Toshlaymiz. Bizga nechta 19 ta bo'libdi. Yetib boradi. Toshli narsa olamiz. O'zimizga bitta toshli kirka kerak. Mana tezroq bo'ladi, mana tezroq. Ko'proq tosh olamiz. Bizga tosh ko'proq kerak. Kechirasizlar, biroz shamollab qoldim. Mana bu tezroq qor ham bosh bo'lib ketdi. Go'sht pishirib olamiz temirdan uydan. Nechta bo'ldi? 33 ta ketib boradi. Temirdan ham yozadi. Topor yasadik. Va chop ketdik. Ketdik. Golem topish kerak. Golemlarni ko'rsak, golem akalarni xabar olib qo'yish kerak. Golem akalardan. Golem aka, nega deyish? Bu sabzi yana bizga kerakli sabzi mana bizga kerakmaydi. Bizga hozir faqat sabzi kerak. Mana sabzi kerak, go'sht keyinroq pishiramiz. Nonni kerak bitta. Endi sabzilar. Mana bularni qarasangiz, g'alati qishloq. Ko'z tegmasin. Qorong'i tushsa yomon bo'lardi. Qorong'i tushsa golemlarni qarab ko'ramizmi yoki yo'qmi?
Nima qilsak? O, yana sabzi. Bizlarga sabzi kerak emas. Bitirlarni qilib. Kelingisi. Biz bundan tashqari tezroq videoni chiqarmoqchi edik, lekin videoni olib qo'ya olmadik. Shuning uchun video chiqmay qoldi. Biz hozir uxlab olamiz tezroq. Ertaga nima qilishni shunda ko'ramiz. Mana qishloq ko'rinishi. Mana kravat olib olamiz. Kravat mana. O, mana temirchi. Mana qo'yni qarang, bu yerda qanday qilib terib qo'ygan. Mana shundagina holat qo'y. Yana sabzi. Farklı ustasıyım mı? Hiç kimi yazıyor. Farklı ustası gerek mi? Bence aldı. Böyle farklı ustası olması için. Nasıl oldu? Endi pechkada pishirib nasaramiz ki. Bu bizga umuman kerak emas. Mana. Crafting table'ni ko'rsak bo'lgani. Sandiqda yaxshi narsalar bo'lsa, o qilich yaxshi kerakli narsa. No, ikkita olma. Mana yaxshi narsalar. Bu narsa kerak. Bu ham kerakmaydi. Bu ham kerakmaydi. Nima kerakmaydi? Onasi kerak. Ketdik. Ikkita pechkani olib olamiz. Shuni pishirtirib mana masalan pishiramiz. Chiroq bitta pishsin, mana bo'ldi. Pishgan bo'ldi. Endi golemlarni qidirishni boshlaymiz. Golemlarni qidiramiz. Golemlarni qidiramiz tezroq. Golemlarni qidiramiz. Golemlarni qidiramiz. Qayerga ketdi ular? Golemlar. Do'stlar, men golemlarni hali spam bo'lmabdi. Shuning uchun vaqtinchalik g'irg'irib olmas topishga harakat qilib ko'ramiz. Qayerdan qazsak ekan? Mana shu yerdan qazib ko'ramiz. U mana shunday yerlarda bo'lar edi, lekin hozircha yo'q. Qayta qazib ketaveramiz. O'lsak o'laveramiz. Shuning uchun bilinarli etib qo'yamiz. Sal yo'q. Hech qisi yo'q. Mana papir yo'q ko'rdi. Hech qisi yo'q. Men egaman ko'rdim. Mana bizga temir topdik. Yaxshi, o yana temir. Yo'q mana. Biz temirlar narsa qilib olishimiz mumkin. Voy, temirlarni qara. Voy. Mana shu harom bo'lsin. Qozib vulqondir tagimizda. O'lib ketamiz keyin. Temir yana bo'lsa, yo'qolib qolma temir. Yo'qolma. Voh, mana yana bor ekan. Yo'qolmadi temir. Temir yo'qolmadi. Qozaveramiz yana. Qozaveramiz. Yana bitta bo'lsin. Bitta. Yo'q. Yo'q ekan. Kerak emas. Granit bor ekan. Nereden düşmüş? Şimdi kazan narsalarımız özümüz gidiyor. Sen de kalsın.
Bu yerden makinesi yok. Kazanın boyutları. Görüyorsunuz kazanın boyutları yok. Hayır ülkeler ve bizim videomuz tugadi. Bugünçe eğer bu videonun bir kağıdan görse ana bundan çıkan juda ham qiziqarli video chiqadi. Hammaga xayr, salomat bo'linglar. Like bosish esdan chiqmasin.